ro'za tutib, qanaqa qilib sog'lom ovqatlanishni yo'lga qo'yishimiz mumkin? Saharlikka qanday mahsulotlarni iste'mol qilgan mumkin? Birinchisi, masalan, uglevodlarga boy mahsulotlar. Bularga qaysilar kiradi? Masalan, non mahsulotlari, mevalar, guruch mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Sahar nima uchun? Chunki bular energiya ko'proq beradi. Keyingisi oqsilga boy mahsulotlar iste'mol qilish kerak, chunki oqsil ko'proq to'qlik hissini beradi. Ularga qaysilar kiradi? Tuxum, qaynatilgan, dimlangan holda, sutli mahsulotlar va uchinchisi albatta go'sht mahsulotlarida oqsil juda ham ko'p bo'ladi. Uzoq vaqt to'qlik hissini saqlab turadi. Uchinchisi albatta ko'proq suyuqlik, albatta suv iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi, qaynatilgan. Kamida 2 stakan suv iste'mol qilganimiz saharlikka juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu suvsizlanish, ya'ni ilmiy tilda degidratatsiyani oldini oladi. Qanday mahsulotlarni iste'mol qilish tavsiya etilmaydi? Birinchisi albatta tuzli, juda ham tuzli sho'r mahsulotlar, achchiq mahsulotlar va juda yog'li mahsulotlarni iste'mol qilish yaxshi emas, chunki u chanqoq hissini kuchaytirib yuboradi. Keyingisi shirin, gazlangan mahsulotlarni iste'mol qilish ham mumkin emas, chunki ular tezda ochlik hissini uyg'otadi. Haddan tashqari achchiq kofe ichish ham mumkin emas, chunki u qon bosimiga ta'sir qilishi mumkin.